Assalom. Qalaysan? Kelaqa. Jinnimisiz? Hali nikohimiz yo'q. Bo'pti, bitta o'pib qo'y bo'lmasa. Uyat bo'ladi. Sog'inmadingmi? Yo'q. Bo'pti, sog'indim. Qalaysan? Yaxshi. Qayerga boramiz? Yusuf akanikiga boramizmi? Ha, Yusufkaga boramiz. Faqat men shunda mehmonxonaga kirib, yuvinib chiqishim kerak. Bo'pti, ketdik. Ketdik, yur. Mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Shuhratning tog'asi edim. Marhamat. Chaqirtirgan ekansiz. Meni ismim Yusuf. Shu maktabni homiysiman. Direktor menga Shuhrat to'g'risida aytib berdi. A'lochi ekan. Olimpiadada g'olib bo'lgan ekan. Uni boshqa maktabga olib ketish sababini bilmoqchi edim. Sababi o'zimda. Maktab yaxshi. O'qishlari, ovqatlanish, hammasi yaxshi. Pul masalasida ozgina qiynaldim. To'g'risini aytsam, yaqinda qizimni to'yi. Endi bilasiz, qiz uzatish oson emas. Shunga sal o'zimni tiklab olgunimcha oddiy maktabda o'qib tursin degandim. Bilasiz, u davlat maktablari tekin. Tushunaman. Lekin Shuhrat shu maktabga o'rgangan. A'lochi o'quvchi. Uni ustiga bizda ingliz tilini chuqur o'rganishi mumkin. Uni ustiga hamma fanlardan baholari 5 ekan. Yaxshi o'zlashtiryapti. Bolani boshqa maktabga olib ketsangiz, bilimi, o'qishi pasayib ketsa-chi? Yoki ko'nika olmasa, bola sinib qolmaydimi? Har tomonlama o'yladim. Lekin ilojim yo'q ekan. Qarang. Bunaqa ish qilsak. Xo'p. Men Shuhratni o'zim 2 yillik o'qish pulini to'lab beraman. Faqat bu haqida hech kim bilmasin. Ishingizni tiklab olganingizdan keyin qolganini o'zingiz to'laysiz. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Voy, albatta. Yaxshi bo'lardi. Men ham xohlamayapman olib ketishni. Shuhrat ham opamdan qolgan yodgorlik menga. Shu bolani o'qitib, opamning orzularini ro'yobga chiqarishim kerak. Unda kelishdik. Shuhrat o'qishni davom ettiraveradi. Kelishdik. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Mayli, yaxshi qoling.